Bu videoda 49 yoshli Shakira futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqish oldidan tanlanmoqda. E'tibor bering, hech qanaqa vizajist yo'q, hammasini o'zi amalga oshiryapti. Yana bir muhim jihati, uni makiyaj oldidan yuzini tayyorlashga ham e'tibor berishingizni so'rayman, chunki unga alohida e'tibor beryapti. Ya'ni makiyajga ketkazgan soatidan ko'proq unga tayyorlashga ko'proq vaqt ketgan. Eng birinchi ko'z atrofiga har xil sivrutkalar, kremlar, yuziga esa har xil mikrotokli apparat va shotkali maxsus moslamalarda massaj qilgan. Ayniqsa bo'yin qismi va yuzni pastki qismiga alohida e'tibor qaratgan. Ko'rib turibsizki, Shakira makiyajdan oldin yuzini alohida e'tibor bilan tayyorlayapti. Ya'ni uxotda faqat ertalab yoki kechqurun emas, makiyajdan oldin alohida uxot qilinsa, makiyaj ideal yotadi. Makiyaj esa juda oddiy, juda sodda, shunchaki ko'zlarga yengil teng, tush, podvodka, yengil highlighter, pomada va bo'ldi. Sochlari esa o'rilgan holatda, uni fenda quritishyapti. Demak, biz o'sha doim kliplarda va chiqishlarda ko'rgan Shakirani to'lqinli sochlari shunchaki o'rimdan to'lqinlangan ekan. 49 yoshda, to'g'risi, men ham bunaqa ko'rinishni juda ham xohlayman. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, uxotga doimiy e'tibor qaratish, ayniqsa makiyaj oldidan yuzimizni to'g'ri tayyorlash, yuzimizni yoshligini saqlab qoladi. Agar siz ham 49 yoshda shunaqa ko'rinish xohlayotgan bo'lsangiz, albatta, uxotdan tashqari yuzga maxsus apparatlar ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Foydali ma'lumotlar uchun esa MyFilux'ga obuna bo'ling.